Ko'p erkaklar noliydi ayoli jizzakiligidan, asabiyligidan, nervinligidan, urush chiqarishidan. Ko'pchilikka yoqmaydi bu. Ki boshim qotirma bor, nari yoqda ishingni qil deb bilasizlar-ku. Mana shunaqa erkaklar, ayollar jizzaki, nervinli bo'ladigan bo'lsa, ularning holatini his qilish uchun sizlarga zo'r bitta usul. Bolalarni olib qolinglar, 2-3 ta bolangiz bo'lsa, olib qolingda, xotiningizni otasinikiga, onasinikiga jo'natib yuboring. Va shu bolalaringizga shu 2 kun o'zingiz qarang, ularning ovqatini qiling, kiyim-kechagi, uy ishlari, bolalaringizga o'zingiz qarab, ularni o'yintirib, o'ynatib, uyingizda qaringchi bir 2 kun. Shunda ayolingizni nimaga nervinli ekanligi, nimaga asabiy ekanligini o'zingizda his qilasiz. To'g'rimi gapim? Biz ko'cha-kuyda yuramiz, ishlar bilan har xil oshna-og'aynalarni u yoq bu yoqda asablarimiz deyarli normada kelamiz uyga. Lekin ertalabdan kechgacha bola chaqani baqir-chaqirib uy ishlari bilan xotin nervinli bo'lmay, kim nervinli bo'lsin?